Xitoy bog'chalarida bolalarga shirin taomlarni va salatlarni tayyorlashni, ovqatlanib bo'lishgandan keyin esa idishlarni yuvishni va xonani supurib tozalab qo'yishni o'rgatishadi. Bolalar ovqatlanib bo'lishgandan keyin qizlarga tikuvchilikni, o'g'il bolalarga esa boshqa hunarni o'rgatishadi. Bolalar sog'lom o'sish uchun ularni sport bilan shug'ullantirishadi. Bolalarni o'zlariga yoqqan sport turini tanlashlari mumkin. Misol uchun, tekvando, sambo, kurash, karate va boshqalar. Bolalarni yanada aqlini rivojlantirish uchun ular shaxmat, shashka va shunga o'xshash aqlni chaqlaydigan o'yinlarni o'zaro o'ynattirishadi. Bolalar bog'chaga katta ishtiyoq va xursandchilik bilan kelishadi. Agarda bironta ishni qilish kerak bo'lsa, ular bir-biriga solmaydi. Sen uni qil, men buni qilaman yoki men buni qilmayman deb aytishmaydi. Ular katta odamlarga o'xshab ahil jamoa sifatida ishni bajarishadi va shug'ullanishadi. Xitoy bog'chalarida bolalarni aqlan va ruhan sog'lom bo'lishiga juda ham qattiq e'tibor berishar ekan. Qoyil qolmasdan ilojim yo'q.